Qanaqa erga tegish qizlar, o'zlaringni yig'ib olinglar, o'qinglar, ishlanglar, rivojlaninglar, pul topinglar. Shtob ertaga mana bunaqa maminkin sinochkalarga, onasini cho'qintoylariga pashol nahuy deyishlaringiz uchun. Uy kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz? Oyingizgami yo xotiningizgami? Xotinga по-любому uy sovg'a qilinmaydi. Nega qilinmaydi xotinga? Nimaga qilinishi kerak? Haqiqatni aytgan yaxshi-da, kakaningiz borini aytaman, uy olib bermayman. Xuyeyu blять, xotinga uy kerak emasmish. Lekin o'sha xotin qaynonasini, qaynotasini hurmat qilishi kerak, xizmatini qilishi kerak, xotinni ustiga dahuya обязанностьlarni yuklab qo'yish kerak, lekin uy kerak emas. Umumiy qilib gapiradigan bo'lsak, tosh davridan buyon shakllanib kelayotgan programma. Toshda ayol kishi g'orda o'tirgan, erkak kishi borib yemish topib kelgan. Lekin biz hozir tosh davrida yashamaymiz, 21-asrda yashaymiz. Qorin to'yish bilan ish bitmaydi. Har bir erkak xotiniga komfort yaratib berish kerak. Uy, mashina, pul bu bazaviy narsalar. Bu xotinlarga, qizlarga biz долженmizmi deb gapiradigan erkaklar ham topiladi. Долженsan. Sababi o'sha xotin qizlarga yoshligidan sharoit yaratib berishmaydi. Sen o'qishing kerak, ishlashing kerak deyishmaydi. Sen erga tegishing kerak deyishadi. Keyin mana bu yerda xotini tugul, o'ziga ham uy ola olmaydiganlar chiqib, prezreniya bilan xuddi tepadan gapirganday xotinga uy nimaga kerak deyishadi.